Assalomu alaykum o'quvchilar va o'q ishqibozlari. Bugun sizlar bilan vertikal, gorizontal qurollar haqida gaplashamiz. Bizni ko'pchilik beradigan savollarga birma-bir javob berib boramiz. Videoni ko'rishdan oldin bizga bitta like, bitta podpiskani esdan chiqaringiz. Videoni boshlaymiz. Ko'plab biz obunachilarimiz so'raydi, o'quvchilarimiz, yangi o'quvchilar bizdan juda ko'p so'rashadi. Obunachilarimiz, aka, vertikal qurol yaxshimi yoki gorizontal qurol yaxshimi degan savollar juda ham ko'p bizga uchraydi. Bu savolga javob berish odam juda qiynaladi bu savolga javob berish uchun. Neki men o'zim gorizontal ishlataman, lekin vertikal ham paytda ishlatganman. Men uchun ikki qurolda deyarli otishda, mo'ljalga otishimda deyarli farqi yo'q. Lekin ikkovining bittadan plyus, bittadan minus farq taraflari bor. Lekin o'quvchining o'zining talabi va o'quvchining o'ziga qulaylik jihatidan o'ziga mosini tanlab olsa bo'ladi. Endi bularda o'qi masofa urishi deyarli bir xil, o'sha 50 metr 60 metrgacha bemalol ursa bo'ladi. Ikkovi ham bir xil natija ko'rsatadi. Otilganda ham, o'qda zichligi ham deyarli bir xil. Bularda o'q otishda bir-birini solishtirishda keragi yo'q. Lekin qurolni olib yurish qulayliklari jihatdan farqlari bor. Mana 58 misolda ko'rsataman. 58 qurolda, mana gorizontal qurollarda ikkita stol yonma-yon bo'lgani uchun mo'ljalga olinganda ikkita stol sizga to'liq ko'rinadi. Ikkovi stolni ham ko'rasiz. Mo'ljallayotganingizda qaysi stolda otayotganingizni hisobini olib otasiz. Kechki shom paytlarida, g'ira-shira paytlarida ikkita stol yaltirab, planka sizga qorayib juda ham zo'r ko'rinadi. Kechki ularga juda ham gorizontal qurol juda ham zo'r. Endi minuslar. Minus tarafi, eng katta minusi gorizontal qurolni ushlanganda mana shu stolda to'g'ridan-to'g'ri sovuq joyiga qishda sovuq joy qo'lingiz tegadi. Bu juda diskomfort, noqulaylik tug'diradi. Mo'ljalga olinayotganda ham mana shu stolga qo'lingiz tegadi. Buni nimadan? Buning orqasidan mana shu stolni mana shu varaniya qismlari juda ham tez ketadi va qurol olib yurilganda ham ustidan olib yurilganda ham mana shu blok qismini olib yurilganda ranglari juda tez ketadi. Mana shu sovuqni ushlab yuriladi. Lekin dastasi nisbatan vertikalga nisbatan dastasi ancha ingichka bo'ladi. Mo'ljalga olinganda qulayligi uchun. Endi vertikal qurol. Ko'pchilik yangi o'quvchilarimiz shu vertikal qurolga qiziqadi. Buni sababi buni ko'rinishi. Ko'rinishi jihatdan haqiqatda sportivniy, juda ham krutoy qurol, vertikal. Qo'lga ushlanganda gorizontalga nisbatan ancha komforti bor. Temir to'g'ridan-to'g'ri temirga qo'llang tegmaydi. Dastasi ozgina yo'g'onroq. Mo'ljalga olinganda plankalar ham juda ham baland plankalar yaxshi ko'rinadi. Lekin mo'ljalga olinganda faqat bitta stolni ko'rasiz. Endi bunga nisbatan g'ira-shira shom paytlarida vertikalda otish ozgina noqulayroq bo'ladi, planka ko'rinmaydi. Endi bizni videomizni ko'rib turib, men kechasi ham zo'r otaman deydiganlar uchun. To'g'ri, sizlar zo'r otasizlar. Sizlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu narsani men yangi o'quvchilar uchun aytib o'tmoqdaman. Bu professional o'quvchilarimiz uchun emas. Darrov negativ yozishga shoshilmaydi. Mexanizmlari ham deyarli bir xil qurollarimiz. Olib yurilganda ham mana 20 metr qurollar ko'pincha mana shu CV qismidan ushlab yuriladi. Og'irlik jihatdan ham nisbatan gorizontal ozgina yengilroq gorizontal. Endi bu ikki xil, bir xil model, mana bu 127, 158, ikkovi ham bitta zavod, markasi ikki xil, ko'rinishi ikki xil. Lekin bular aytib o'tganimdek, xizmat qilishi ham, mexanizm jihatlari ham, otilishlari ham bir xil. Farq qilmaydi. Bu ham pishiq mexanizm, bu ham juda ham proshniy mexanizm. Faqat shu mo'ljallash prinsipi ikki xil. Vertikal va gorizontal degan savollarga endi qaysi biri yaxshi deganingga men yaxshisi demayman. Men o'zi yaxshi demayman. Nega ikki qurolda o'zining ishqibozi bor. Mo'ljallab ko'ring. Qurol olmoqchimisiz? Keling, mo'ljallab ko'ring. Qaysi qurolga qo'lingiz zo'r o'rnashsa, ana shu qurolni oling. Endi ayrim o'quvchilarimiz mana gorizontal olganlar, aka gorizontal otolmadim, vertikal otyapman, yaxshi otyapman. Sotib olaman, gorizontal olaman, vertikal olaman deb vertikal olishyapti. Lekin ayrim o'quvchilarimiz gorizontal ishlatib yurganlar vertikal olib turib, yana qaytadan gorizontalga qaytib o'tishyapti. Aka, men gorizontal vertikal bo'lmasa ekan, mo'ljal olmadim. Lekin men ikki quroldan ham ishlatib ko'rib aytishim mumkin. Ikki qurolda ham bir xil natijada erishganman. Otishda hech qanaqa muammolarga duch kelmagan qurollar. Endi yangi o'quvchilarimiz bo'lsa, marhamat, tanlov o'zlaringda, vertikal va gorizontal ikkovi ham bir xil, просто bittadan plyus, bittadan minus taraflari bor. Shuni o'zlaringga moslab bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Sizlarga vertikal va gorizontal degan savollaringga to'liq javobini berdim deb o'ylayman. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.